Salom do'stlar. Sizlar bilan Doktor Oybek. Bugun internetda mashhur bo'lgan blogerlar 10 daqiqa davomida tishlarni oppoq ko'rinishga keltirish mumkin bo'lgan 9D White tish oqartiruvchi palosalar haqida gaplashamiz. Bu palosalarning har xil ko'rinishlari bor. 2D, 5D va qo'limda turgan 9D ligi. Bu palosalar haqiqatan tishlarni oqartiradimi yoki video effektlarmi? Bugun sizlar bilan shuni gaplashamiz. Unda keling birgalikda 9D White palosa oqartiruvchi tish polosalarini birgalikda ochib ko'ramiz. Qani nimalardan tashkil topgan bu? Korobkani ochganimizda bizga mana bunday idishchalarda, hop, sanog'i 7 ta bo'lishi kerak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ta tish oqartiruvchi palosalarni sizga taqdim etadi. Hop, ichida yana nimalarimiz bor? Hop, ishlatish yo'riqnomasi. Qanday holatda ishlatish kerak? Buni biz sizga video davomida ko'rsatib beramiz. Va yana tishlarni rang ko'rsatkichlari. Bu har bir e'tibor berayotgan bo'lsangiz, tish oqartiruvchi vositalar o'zi bilan birga sizga shunday tishlarni ranglarini taqdim etadi. Nimaga? Tishimizni hozirgi holati va bu polosalardan foydalanib ko'rgandan so'nggi natijani aniqlashtirishligimiz uchun bizga ana shunday tish ranglarini taqdim etadi. Siz bu tish ranglarini oynaga qarab solishtirasiz va belgilab qo'yib, palosalardan foydalanib bo'lgandan so'ng qaysi holatga kelganligini o'zingiz solishtirsangiz bo'ladi. Natijani ko'rsatib beradigan narsa hisoblanadi. Palosalarning tarkibiga ozgina to'xtalib o'tadigan bo'lsak, asosiy tishlarni oqartiradigan tarkibiy qismi vodorod peroksidi hisoblanadi. Demak, bu kimyoviy oqartiruvchi vosita hisoblanadi, chunki kislotadan tashkil topgan. Buni oqartirish jarayoni qanday amalga oshadi? Tishlarning yuzasida emalning ustki qavatida joylashgan sariq, qora, yig'ilgan dog'larni vodorod yordamida, kislorod yordamida parchalab turib, tishlarni oqartirish xususiyatini beradi. Bu palosalarni yana yopishqoqligini ta'minlaydigan glitserin, propilin glikol va karbamerlar tishlarga yopishib turishligini ta'minlab beradi. Bundan tashqari uni qo'shimcha komponentlaridan kokos moyi va mentoldan tashkil topgan bo'lib, bu tishlarga muloyimlikni va og'izga xushbo'y ta'mni ham yetkazib beradi. Buni har kuni foydalanishlik tavsiya etilmaydi, chunki bu kimyoviy oqartiruvchi vosita sanalganligi uchun tishlarda sezgirlikni keltirib chiqarishligi mumkin bo'ladi. Homiladorlarga va yosh bolalarga foydalanish tavsiya etilmaydi. Va agarda sizda milklaringiz shamollagan bo'lsa, milklar yallig'lanish holati kechayotgan bo'lsa yoki tishlarda sezuvchanlik yuqori bo'lsa, bu palosalardan foydalanish vaqtinchalik sizga tavsiya etilmaydi. Keling unda bitta palosani olib, ishlatilish ketma-ketligini birga amalga oshiramiz. Xo'p, birinchi navbatda palosalardan foydalanish uchun biz tishlarimizni quruq holatga keltirishligimiz kerak bo'ladi. Uning uchun bizga quruq salfetka kerak bo'ladi. Keling unda 9D tish oqartiruvchi palosalardan birini foydalanish ketma-ketligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Uning uchun biz eng avvalo tishlarimizni quruq salfetka yordamida quritib olamiz. Qanday? Mana shunday quruq holatga keltirishimiz kerak bo'ladi. Va palosalarni ochamiz. Birinchi marta foydalanishim. Qani birgalikda siz bilan ko'rib chiqamiz. Qarang, bu yerda ikki xil ko'rinishligi mavjud. Biri yuqori jag' uchun, yuqoriga tishlarimiz uchun, ikkinchisi esa pastki tishlarimiz uchun foydalanishga mo'ljallangan. Palosalar yengilgina yulinadi va tishlarimizning old yuzasiga tish milk chegarasi o'ylab yopishtiramiz. Mana shunday. Va 30 daqiqa kutamiz. Palosalardan foydalanib bo'lgandan so'ng tishimizning yuza qatlamida qandaydir gellar qoladi. Ana shu qoldiqni biz iliq suv yordamida chayib yuboramiz. Endi esa xulosaga o'tamiz. 9D White, ya'ni tishlarni oqartiruvchi palosalar
foydalanib ko'rganimda o'zimda bo'lgan kamchiliklarni sizga ham aytib o'tib ketaman. Birinchi navbatda tishlarni yaxshilab quritib olamiz va undan so'ng polosalarni yopishtirgandan so'ng ovqatlanish, suv iste'mol qilish, hattoki gapirish ham mumkin emas, chunki yopishgan polosalar sal gapirganimizga chiqib ketar ekan. Polosalarni yopishtirgandan so'ng 15 daqiqadan 30 daqiqa davomida sizga o'sha gapirish, ovqat iste'moli yoki suv iste'mollari taqiqlanadi. 30 daqiqadan so'ng yana chayib faoliyatni davom ettirsangiz bo'ladi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, polosalardan milklari yallig'langan, tishlari o'ta sezuvchan bo'lgan insonlar foydalanishligi tavsiya etilmaydi va homiladorlarga va yosh bolalarga ham tavsiya etilmaydi. Polosalardan foydalanish haftasiga 2-3 marotaba foydalansangiz bo'ladi. Ichida 7 ta bo'ladi. Bu bitta kurs sizga tish oqartirishga yetadi. Polosalar butunlay sizning tishingizni oq holatga keltiradimi? Birdaniga effekt beradi. Tishlarni oqartirganda oqarishligini sezasiz, lekin bu davomiy bo'lmaydi. Bu sizga yordamchi vosita hisoblanadi. Ya'ni siz agar tishlaringizni professional oqartirsangiz va tishlarni parvarish qilib yursangiz, bular sizga oqartirishga qo'shimcha vosita hisoblanadi. Asosiy vosita emas, bu qo'shimcha vosita hisoblanadi. Siz yaqindagina masalan tishlaringizni oqartirgan bo'lsangiz, bundan foydalanish ana shu oq ko'rinishni saqlab yurishga sizga yordam beradi. Buni foydalanib bo'lgandan so'ng, bundan yoki foydalanish davomida sizga qahva, rangli mahsulotlarni iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Chunki bular kimyoviy oqartiruvchi vosita sanalganligidan tishlarimiz emaliga ta'sir qilib oqartiradi bular. Buni natijasida emalimiz sezuvchan, ta'sirchan bo'lib qoladi rangli mahsulotlarga. Buni foydalanayotganda rangli mahsulotdan foydalanish tishlarimizning yana ham sarg'ayishiga va dog' ko'rinishiga kelib qolishiga ta'sir qilishligi mumkin. Shuning uchun foydalanayotganda, har qanday oqartiruvchi vositadan foydalanayotganda rangli mahsulotlardan dieta qilib turasiz, parhez qilib turishlik sizga tavsiya etiladi. Xulosa o'rnida aytamiz, bu oqartiruvchi polosalardan foydalanib ko'rsangiz bo'ladi, yordamchi vosita hisobida. Lekin unutmang, bu kimyoviy oqartiruvchi vosita hisoblanganligi uchun foydalanishda ehtiyotkor bo'lishlik sizga tavsiya etiladi. Chunki tishlarni sezuvchan bo'lib qolishiga ta'sir ko'rsatishligi mumkin bo'ladi. Ma'lumotlarimiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmachasini bosishni unutmang va izohlarda sizga qaysi turdagi tish oqartiruvchi gel mahsulotlar qiziq, ana shularni yozib qoldiring. Biz ular izlanamiz, foydalanamiz va xulosamizni sizga aytib o'tamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha tabassum qiling deb qolamiz. Ko'rishguncha.